Jon aka, Ha. kecha Qur'onni ko'rdingiz. Ha, ko'rdim. Men o'zi rosa duo qilib o'tirdim, shu yoqqa tushsindim. Ishqilib, bilasizmi, Ronaldo fanatiman, siz ham o'zi begona emas bizga. Biz madridistlarga. Men Madridman, Real Madridman, lekin betda hozir O'zbekiston. Men voz kechdim. Madridmi, o'yinchisimi, bo'lganmi, bo'lmaganmi? Lekin rahim shafqat yo'q. Yo'q. Tekis O'zbekistonga balet qiladi. Ronaldo depressiyaga kirib qoldi, eshitdingizmi? Qayerga kirsa biz futbolga balet qilamiz. Xudo xolasa, borasizmi Meksikaga? Xudo xolasa, Olib ketishadi. Bizni olib ketinglar, kimga murojaat qilishimiz kerak? O'zbekiston fan klub boshqa. Ha, Abdurahmon aka. Endi menda vizam bor. Men boraveraman. Manchi. Men doirachiga olib keting. Yo'q, sen topshir futbolga endi, topshir, bor. Sen nima deydi, ishonchli odamsan-ku, senga viza bersa kerak. Bersa. Ya u Amerikaga bersa, Meksikaga ham beradimi? Yo'q, endi uni futbollikini bilmadim. Uni men ham bilishim kerak. Lekin menga Meksikaga vizam yo'q meni ham. Meksikada bo'lar ekan bizning o'yinlar. Yo'q, bittasi Meksikada, ikkitasi Amerikada bo'ladi. Bo'ldi. Men ikkitasiga Amerikadagi kirsam bo'ladi. Bo'ldi. Men topshiraman, chiqmasa. Sen o'rningga ham baqiraman agar novob. Yo'q, olib ketaman dedingiz, olib ketaman.